Inson nima narsaga ko'p mehr qo'ysa, shu narsani orqasidan albatta sinaladi. Nimaga shunaqa? Nimaga inson bir narsaga ko'proq mehr qo'yib yorsa, uni orqasidan sinovga duch keladi? Biz hayotda sinov uchun yashayapmiz deb qo'yamiz-ku. Ya'ni sinov uchun yashayapmiz degani biz bitta narsaga ko'nikib qolishimiz kerak emas degani. Biz bitta narsaga o'rganib qolishimiz kerak emas degani. Chunki biz sinovdamiz. Har xil holat bo'lishi mumkin hayotda. Sinov maydonidamiz. Shu uchun ham bitta narsaga ko'nikib qolib, bitta narsaga muhabbat qilib, bitta narsaga me'yoridan oshiq mehr qo'ysangiz, albatta uni orqasidan sinalasiz. Bu tabiiy narsa. Bu bo'lish kerak bo'lgan narsa. Haqiqatan ham sinovli hayotda shunaqa bo'lish kerak o'zi. Bitta narsaga ko'proq mehr qo'yib yorsangiz, bitta narsani ko'proq yaxshi ko'rib yorsangiz, albatta u sizga pand berish kerakki, siz o'ziga kelib olasiz. Men xotirjam maza qilib yashab oladigan, bitta insonni sevib, bitta insonga muhabbat qo'yib, bitta insonga mehrimni ortiqcha beradigan hayotda emas edimman deb bir o'zingizga kelib olasiz. Ya'ni siz hozir bitta insonni sevib, bitta insonga mehr qo'yib, bitta insonga muhabbatingizni me'yoridan oshiradigan paytda emassiz. Siz hamma narsadan ehtiyot bo'lib, hamma narsani me'yorini ushlab yuradigan joydasiz siz. Shuning uchun ham bir narsaga ko'p mehr qo'yib yorsangiz, albatta uni orqasidan sinalasiz. Bu narsaga yaxshilab e'tibor berish kerak odam. Shuning uchun ham inson muhabbatini va g'azabini kontrol qila olishi kerak. Aks holda ko'p g'azab qilgan orqasidan ham sinaladi, ko'p muhabbat qilgan narsani orqasidan ham sinaladi. Bu tabiiy, sinovli hayotda bo'lish kerak bo'lgan narsa.